mevalardan 3 tasini tanlaymiz. Shundan bittasini. Siz qaysi sitrus mevani yaxshi ko'rasiz? Banan. Banan yaxshi ko'ruvchilar bormi yana? Oramizda ikkita. Siz. Demak, hozir 3 nafar o'quvchimiz bananni yaxshi ko'ruvchi o'quvchilar bo'lgan. Siz banandan tashqari qaysi sitrus mevani? Mandarin. Yana kim yaxshi ko'radi? Ko'pchimiz 3 kishi bo'lamiz. Mandarinni juda yaxshi ko'ruvchilar qo'lini ko'tarsin. Demak, bir kishi mandarindan voz kechamiz, boshqa narsani yaxshi ko'ramiz. Siz voz kechdingizda, demak 3 nafar o'quvchimiz mandarinlar bo'lishdi. Mandarindan tashqari siz endi qaysi mevani yaxshi ko'rasiz? Olma? Yaxshi. Olma. Demak, solgan uchala kimlar hozir olma bo'lyapti? Mana 3 nafar o'quvchimiz olmadan bo'lishdi. Eslab qolamiz. Shart shunday. Hozir qaysi mevani nomini aytsam, o'sha mevadagilar joylarini tezlik bilan almashtirib olishadi. Turib o'rnidan joy almashtirib olishadi. Mana shu orada siz o'rtada turgan o'quvchimiz. Shu orada siz bironta o'quvchini joyiga o'tirib olasiz. O'tirib olishingiz kerak bo'ladi. O'rtada qolib ketsangiz, biz buni yana takrorlaymiz. Agarda kimda kim siz kimni joyiga o'tirib olsangiz, o'sha o'quvchi o'rtada qoladi. 3 marta o'rtada qolib ketish mumkin emas. O'sha o'quvchi davradan chiqib ketadi. Hozir biz endi mevalarni mandarinlar joylaridan almashtiramiz. Bananlar joyidan almashib olsin. O'zimizga joyga o'tirish kerak edi. Joyimizni nima bermayapti? Yaxshi, davom etamiz. Olmalar joylaridan almashib olsin. Bular yaxshi ekan. Indamay joyini berar ekan. Chaqqon bo'lish kerak. O'rtaga tur. Olmalar joylaridan almashib mandarinlar tutib. Hozir endi mana qarang. Hamma meva aralashib ketdi endi. Hozir kim 2 marta o'rtada qoldi? Hech kim 2 marta, kim